Norvegiya terma jamoasi Jahon chempionati chorak final bosqichiga yo'l olmoqda. Braziliyani mag'lubiyatga uchratgan holda Erling Haalanddan dubl. Yana bitta qahramon shubhasiz Newland darvozabon juda qiyin vaziyatlarda qutqardi. Haaland imkoniyati kam bo'ldi. O'zi deyarli ikkita yaxshi vaziyatdan gol urdi. Ikkinchisi yaxshi vaziyat ham deb bo'lmaydi. Qiyin nuqtadan aniq zarba yo'lladi muhim pallada va ma'lum bo'ldiki, o'sha ikkinchi gol hammasini hal qildi, chunki Braziliya oxirgi daqiqalarda hisobni qisqartirdi. Norvegiya reja bilan o'ynadi. Dastlab to'pga egalik qildi, keyin Braziliya hujumga o'tgan payt himoyani kuchaytirdi. Ayerni e'tirof etishimiz kerak, juda ajoyib himoyachi. Yakkakurashlarda yutqizmadi deyarli. Dastavval Vinicius qiynab tashlayotgan edi Norvegiyani, ammo uning super paslaridan so'ng sheriklari ura olmadi. Ayniqsa Endrik birga bir vaziyatdan foydalana olmadi. Yoqimli jamoa Norvegiya, zamonaviy futbol o'ynaydi. Timing, uslublarning o'zgarishi, tezlikni kerak payt oshirish, boshqa payt himoyada ehtiyotkorlik bilan harakat qilish, ularning hammasi Norvegiyaning o'yinida mujassam. Bu tasodif emas, tasodifan Braziliyani yutib bo'lmaydi. Endi keyingi bosqichda ko'ramiz kim raqib bo'ladi, yoki Angliya yoki Meksika. Zo'r o'yin, ayniqsa oxirgi 20 daqiqalik. Erling Haaland 7 ta gol bilan Mbappe va Messiga yetib oldi.